Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi yangi darsimizda sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. Bugungi ingliz tili grammatika darsimizda so'zlab o'tmoqchi bo'lgan darsimiz oddiy kelgusi zamon. Biz oldingi qatimliq darslarimizda ingliz tilidagi oddiy hozirgi zamon va oddiy o'tgan zamon degan darslarimizni so'zlab o'tgandik, shundaqmi? Hamda bu qatimliq darsimizda bundan keyin bo'lmoqchi bo'lgan, bo'ladigan ish harakatlarini ifodalashga qo'llanilgan grammatikalik qoidamizni so'zlab o'tmoqchi savatdoshlar. Biz oddiy hozirgi zamon degan grammatikalik darsimizda ingliz tilidagi oddiy bo'lgan jumla qurilmasini so'zlab o'tgandik, shundaqmi savatdoshlar? Nima degani edik? Birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda fe'il keladi, uning keyindan to'ldiruvchi va boshqalar keladi degan edik, shundaqmi? Endi oddiy kelgusi zamon, ya'ni inglizcha future simple tense degan bu zamon qoidamizda qanday bo'ladi deganimizda savatdoshlar, biz oddiy hozirgi zamonda ko'rib o'tganimiz ega, fe'il, to'ldiruvchi degan bu grammatikalik qurilmaning ichidagi igi bilan fe'ilning o'ttirisiga savatdoshlar, hozir men yerda ko'rib turayotganinglardek be going to degan bu birikmani akilib qo'ysak, oddiy kelgusi zamonda normal bo'lgan bir jumla tuzgan bo'lamiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, be going to deb turibdi savatdoshlar. Be going to deganimiz kelgusi zamonni ifodalaydigan asosli so'z birikmasi. Ya'ni Uyg'urchadagi maqchi, makchi degandek shu ma'noni beradigan so'z birikmasi. Ya'ni normal bo'lgan oddiy hozirgi zamondagi bir jumlaga biz be going to ning muvofiqini qo'shish orqali shu jumlani qanday qila oladiganmiz savatdoshlar? Oddiy kelgusi zamonga o'zgartira oladiganmiz. Masalan, men o'quvchi degan bir jumla bo'lsa, be going to ning muvofiqini qo'yish orqali qanday qila oladiganmiz savatdoshlar? Men o'quvchi bo'lmoqchi. Men ingliz tili o'rganaman degan jumlani-chi, men ingliz tili o'rganmoqchi degandek shu shaklga akillaydi ekanmiz. Undaqda darsimizning grammatikalik qoidasiga qaytib kelsak, biz oddiy hozirgi zamonda birinchi o'rinda nima degan edik? Igi keladi, ikkinchi o'rinda-chi fe'il keladi, uchinchi o'rinda to'ldiruvchi va boshqalar keladi degan edik. Endi oddiy kelgusi zamonda qanday bo'ladi ekan savatdoshlar? Igi bilan fe'ilning o'ttirisiga be going to degan bu birikmaning muvofiqini qo'ydi ekanmiz. Shundaqmi? Undaqda oddiy kelgusi zamondagi bo'lishliq bayon jumlaningki shakli qanday bo'ladi deganimizda, birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda-chi be going to ning muvofiqi keladi, uchinchi o'rinda-chi fe'il keladi, to'rtinchi o'rinda to'ldiruvchi va boshqalar keladi deb mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Endi bu yerdagi be going to ning muvofiqi deganimiz nima degan vaqtimizda savatdoshlar qaraydigan bo'lsak, be deb turibdi. Biz fe'illarni qanchaga ayirib olgan edik? Harakatli fe'il va harakatsiz fe'il deb ikkiga bilib olgan edik. Va harakatsiz fe'illarni biz qanday qilgandik savatdoshlar? Be bilan ifodalagan edik, shundaqmi? Va bu be fe'ilni shaxslar, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarning birlik va ko'pligiga qarata qanchaga ayirib olgan edik? Am, are, isdan iborat 3 ga ayirib olgan edik, shundaqmi savatdoshlar? Shuningga asosan biz qaysi shaxsda jumla tuzsak, shu shaxsga mos bo'lgan be fe'ilning muvofiq shaklini qo'ygandan keyin oxiriga going to qo'yamiz savatdoshlar. Ya'ni bu be ning o'rniga am, are, isning muvofiqi qo'yiladi demakchi. Shuni bilib olsak bo'ladi savatdoshlar. Undaqda biz oddiy hozirgi zamonda jumla tuzgan vaqtimizda mundaq jumlalarni tuzib bakkan edik. I study English. Ma'nosi nimada? Men ingliz tili o'rganaman deb tarjima qilgan edik savatdoshlar. Birinchi o'rinda igi kelgan edi, ikkinchi o'rinda-chi fe'il kelgan edi, uning keyindan to'ldiruvchi kelgan edi. Endi oddiy kelgusi zamonda qanday bo'ladi ekan savatdoshlar? Igi bilan fe'ilning o'ttirisiga be going to ning muvofiqini qo'ydi ekanmiz. Undaqda I degan bu birinchi shaxs birlikninki muvofiq bo'lgan be fe'il shakli nima savatdoshlar? Am'te, shundaqmi? Undaqda bu be ning o'rniga nima qo'yilgan bo'ldi savatdoshlar? Am kelgan bo'ldi. Uning keyin nima keladi? Going to. Shuning bilan bu jumlamiz nima bo'lib ketdi savatdoshlar? I am going to study English. I am going to study English. Tarjimasi men ingliz tili o'rganmoqchi degan tarjimasi chiqadi savatdoshlar. I am going to study English. Birinchi o'rinda nima keldi? Igi keldi. İkinci o'rinda-chi be fe'ilning muvofiqi va going to kelgan bo'ldi. Uchinchi o'rinda fe'il keldi, to'rtinchi o'rinda-chi to'ldiruvchi va boshqalar kelgan bo'ldi savatdoshlar. I am going to study English. You desakchi, you ning muvofiq bo'lgan be fe'il shakli nima savatdoshlar? Are, shundaqmi? You are going to study English. Yoki you are going to play ball. Sen top oynamoqchi. He, she, it is going to watch TV. Tarjimasi nima? U televizor ko'rmoqchi deb tarjimasi chiqadi savatdoshlar.
BPL'ning we, you deydan iborat ko'plik shaxslardagi muvofiq bo'lgan BPL shaklini nima desa vaqtashlar are. Shundaqmi? We are going to drink water. Tarjimasi nima bo'ldi? Biz suv ichmoqchi. You are going to drink water. Sizlar suv ichmoqchi degandek mushu bo'yicha tarjima qilamiz. Ya'ni qanday bo'ladi ekan savaqtashlar? Birinchi o'rinda ega keladi ekan, ikkinchi o'rinda be going to. Ya'ni bu yerdagi be deganimiz nima desa vaqtashlar? Harakatsiz fe'l deb atolgan edik, shundaqmi? Va bu be fe'l am, are, isdan iborat 3 ga bo'linadi. Mushu yerdagi am, are, isning muvofiqini qo'ygandan keyin nima qiladi ekanmiz? Going to. Uning keyincha fe'l, uning keyincha to'ldirg'uchi va boshqalarni qo'ysak, oddiy kelgusi zamonda normal bo'lgan bir bo'lishliq bayon jumla tuzgan bo'ladi ekanmiz. Yana bir qatim kelsak, I study English desak, oddiy hozirgi zamondagi bir jumla shundaqmi savaqtashlar? Men ingliz tilini o'rganaman. Buni biz oldin qatimliq darslarimizda so'zlab o'tgan edik. Hamda bu yerdagi igi bilan fe'lning o'tirisi qanday qiladi ekanmiz? Be going to ning muvofiqini qo'ydi ekanmiz. I am going to study English desam nima bo'ladi ekan? Men ingliz tilini o'rganmoqchi deb mayada biz yozib qo'ygan makchi degan bu qo'shimchalar qo'shilgan bo'ladi ekan. Shundaqmi savaqtashlar? You play ball. Sen top o'ynaysan deb tarjima qilatdik. Hamda oddiy kelgusi zamonda-chi igi bilan fe'lning o'tirisiga be going to qo'ydi ekanmiz, shundaqmi? Ikkinchi shaxs birlikdagi be fe'lning muvofiq shakli nima desa vaqtashlar? Are. Shundaqmi? You are going to play ball. Sen top o'ynamoqchi deb mushu bo'yicha tuzsak, oddiy kelgusi zamonda to'g'ri bir jumla tuzgan bo'lamiz, savaqtashlar. I am going to study English, you are going to study English, we are going to watch TV deganimizga o'xshash. Hamda biz hozir oddiy kelgusi zamonning asosli grammatikali qurilmasini bilib olgan bo'ldik. Hamda shu deganimizda savol va bo'lishsiz shakllarini ko'rib boqaylar, savaqtashlar. Bu zamonning savol va bo'lishsiz bayon jumla shakllari oddiy hozirgi zamonning grammatikali qoidalari bilan o'xshaydi, savaqtashlar. Nima degani edik? I am a student, am I a student degan edik, shundaqmi? Men o'quvchimi deb savol so'ragan edik, shundaqmi savaqtashlar? Ya'ni igi bilan be fe'lning o'rnini qanday qilgan edi? Almashgan edi. Bu zamondami bu grammatikali qoidalar o'xshasha savaqtashlar. Ya'ni igi bilan be fe'lning o'rnini almashtirib qo'ysak, oddiy kelgusi zamonda bo'lishliq savol so'ragan bo'lamiz. Qanday qiladi ekanmiz? Igi bilan be fe'lning o'rnini qanday qiladi ekanmiz savaqtashlar? Almashtirib qo'ydi ekanmiz, savaqtashlar. I am going to study English. Am I going to study English? Men ingliz tili o'rganmoqchi, men ingliz tili o'rganmoqchimi? You are going to play ball. Sen top o'ynamoqchi. Are you going to play ball? Sen top o'ynamoqchimi? We are going to drink water. Biz suv ichmoqchi. Are we going to drink water? Biz suv ichmoqchimi degan mushu bo'yicha bo'ladi. Hamda uchinchi xil jumla shaklimiz bo'lishsiz bayon. Ya'ni emas deydigan jumlamizda shundaqmi? I am a student, I am not a student degan edik, ha? Buningdimi o'xshash. Be fe'lning keyiniga not qo'yib qo'ysak, bo'lishsiz bayon jumla tuzgan bo'lamiz, savaqtashlar. I am going to study English. I am not. I am not going to study English. Men ingliz tili o'rganmoqchi emas, men ingliz tili o'rganmayman deb tarjimasi chiqadi. You are going to play ball. Sen top o'ynamoqchi. You are not going to play ball. Sen top o'ynamoqchi emas degan tarjimasi chiqadi. Endi 4-jumla qurilmasi nima desa vaqtashlar? Bo'lishsiz savol shaklida, shundaqmi? I am not going to study English desak nima bo'ldi? Men ingliz tili o'rganmoqchi emas dedik. Endi bo'lishsiz savol qilish uchun savaqtashlar, burunqi darslarimizda so'zlab o'tganimizdek am not I bilan igining o'rnini almashtirib qo'ysak, bo'lishsiz savol jumla tuzgan bo'lamiz. Masalan, am not I going to study English? Men ingliz tili o'rganmamdim degandek tarjimasi chiqadi, savaqtashlar. You are not going to play ball. Buning bo'lishsiz savol jumla shakli qanday qiladi, savaqtashlar? Are not bilan igining o'rnini qanday qilamiz? Almashtirib qo'yamiz, shundaqmi? Are not you going to play ball? Sen top o'ynamamsan degandek tarjimasi chiqadi, savaqtashlar.
Bu dersimizden asaslık grammatiklik kaidelari muşlardan ibaret. Asaslık cümle kurulmaları burunqi derslerge o'xshash bo'lganligi uchun buni bak ortiqcha so'zlamadim. Agar bak tushunolmagan savoddoshlar bo'lib qolsanglar, bizning oldingi qatimliq so'zlangan oddiy hozirgi zamon degan darsni ko'rib olsanglar bo'ladi savoddoshlar. Endi yana bir bilib oladigan yerimiz qaysi deganimizda savoddoshlar, biz hozir misol keltirgan jumlalarning hammasi qanday ekan? Harakatlik fe'illar bo'lgan jumlalar ekan, shundaqmi? Study, play, watch deganimizdek o'rganish, o'ynash, ko'rish degandek harakatlik fe'illar ekan. Endi agar biz tuzmoqchi bo'lgan jumlada harakat bo'lmasa-chi, harakat bo'lmagan jumlalarda qanday qilamiz desak, masalan, I am a student tarjimasi men o'quvchi, shundaqmi? Mushuninga o'xshash, agar men o'quvchi bo'lmoqchi deb jumla tuzsam qanday qilaman degan vaqtimizda savoddoshlar, diqqatda, qoidani o'zgarmaydi. Birinchi o'rinda nima keladi? Ega keladi, ikkinchi o'rinda-chi be going to keladi. Uning keyindan-chi fiil keladi, shundaqmi? Dal bu fiil keladigan yerda bizning hozir bu yerga qo'ydigan bir harakatlik fiilimiz yo'q, shundaqmi? Bu yerda qanday qilamiz degan vaqtimizda bu yerga faqatla be yoziladi, savoddoshlar. Be. Ya'ni bu ko'rayotganinglar be'ning o'zini akab qo'yamiz, ha? Undaqda nima bo'ldi bu? I am going to ning keyin aniqlan bir fiil kelish kerak ekan, shundaqmi? Ammo bizning hozir tuzmoqchi bo'lgan jumlamizda harakatlik fiil bormi? Yo'q. Bo'lmagan ekan, biz bu fiilning o'rniga be'dan iborat bu fiilning o'zini qo'ydik ekanmiz. Am, are, is shaklini emas, be degan bu fiilning o'zini qo'ydik ekanmiz. I am going to be a student. Men o'quvchi bo'lmoqchi. I am going to be a student. Ya'ni demakchi, harakat bo'lmagan bundaq jumlalarda be going to ning keyinidan be keladi demakchi. Ya'ni be ning am, are, is shakli bo'lmasdan qanday ekan? Be ning dal o'zi ekan, savoddoshlar. Masalan, yana deb baqayli. I am at home. Tarjimasi men uyda. Men uyda bo'lmoqchi desamchi, I am going to be at home. Men uyda bo'lmoqchi. I am at school. Tarjimasi nima? Men maktabda. Men bugun oqshom maktabda bo'lmoqchi desamchi, I am going to be at school tonight. Shundaqmi? Men bu oqshom maktabda bo'laman, maktabda bo'lmoqchi degan tarjimasi chiqadi, savoddoshlar. Ya'ni agar bir harakatlik fe'il bo'lmagan jumlada qanday qiladi ekanmiz? Be going to ning keyinini nima qo'ydi ekanmiz, savoddoshlar? Be ning dal o'zini qo'ydi ekanmiz, shundaqmi? I am going to be a student. Men o'quvchi bo'lmoqchi deb mushubichi bilib olsak bo'ladi. Uningdan boshqa hozir maya qarasak nima bor ekan savoddoshlar? Will. Will deganimiz nima degan vaqtimizda biz odatda will ni ishlatib turibmi oddiy kelgusi zamonda jumla tuzamiz. Ya'ni be going to ning o'rniga will ni almashtirib ishlatganimi bo'ladi. Masalan, hozirgi bu jumlamizni qarab baqsak, I am going to study English. Shundaqmi? Men ingliz tilini o'rganmoqchi. Bu yerdagi be going to ning o'rniga will ni almashtiribmi ishlatalaymiz demakchi. Ya'ni I am going to ning o'rniga I will study English desakmi bo'ladi demakchi, savoddoshlar. I will study English. Tarjimasi men ingliz tilini o'rganmoqchi deb tarjimasi chiqadi. Albatta be going to bilan will ning ma'lum bir farqlari bor. Buningki ma'no jihatdagi farqlarini keyincha bir fursat bo'lsa buni ayrim bir dars qilib so'zlaymiz. Ammo hozir bilib olganimiz nima ekan savoddoshlar? Will ni ishlatib turibmi kelgusi zamonda jumla tuzguli bo'ladi ekan degan mushuni bilib olsak bo'ladi. You are going to play ball. Sen top o'ynamoqchi. Yoki qanday qiladi ekanmiz? You will. Ya'ni buning o'rniga will ni almashtirib olsakmi bo'ladi ekan. Shundaqmi? You will play ball. Sen top o'ynamoqchi deb mushi bo'yicha bilib olsak bo'ladi, savoddoshlar. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni mushlardan iborat. Oddiy kelgusi zamonning grammatikalik qoidalarini so'zlab o'tgan bo'ldik. Be going to degan bu shaklni o'rganib o'tgan bo'ldik. Shundaqla be going to dan boshqa will degan bu shaklning borligini, bu orqali oddiy kelgusi zamonni ifodalikli bo'ladiganligini o'rganib o'tdik. Darslarning savoddoshlarga yaxshi tushunishli bo'lishini, shundaqla savoddoshlarning darslarini yaxshi takrorlab mengishiga tilakdoshman. Kelajak qatimliq darsimizda ko'rishganmizlar. Allohga emanet.